niyatingiz yaxshi bo'lsa ham, lekin odamlar sizni yomon ko'rsa har doim, sizni ayblayversa, siz o'zingizni qanaqa his qilasiz? Kommentariyada yozing. Bo'lib ham hammani ichida, ya'ni ota ham bo'lsa-da, nimaiki qilsangiz, har qanaqangi qadamingizni ota ham qo'shilib boshqalarga sizni yomonlab turadigan bo'lsa, aybdor qilib turadigan bo'lsa, juda ham yomon. Xullas, gapni cho'zib o'tirmayman. Agar maza qilib, rohatlanib, yig'ilib, hissiyotlarga berilib, jahl qilib, mehrlar jo'shib ketadigan kitob o'qimoqchi bo'lsangiz, La'natlangan qiz kitobini o'qib ko'ring. Maza qilasiz. Ota bilan qiz o'rtasidagi munosabatlar haqida juda ham zo'r yoritib berilgan. Ya'ni qizlar o'zi otadan nima kutadi, nima xohlaydi, nima istaydi. Otalar nima qilsa, farzandlar, qiz farzandlar xursand bo'ladi. Qisqacha mazmuni, qiz dunyoga kelgan vaqtda onasi vafot qiladi va qizi biroz boshqalarga qaraganda tashqi ko'rinishida farq qiladi. Shuning uchun qizni la'natlangan qiz sifatida qabul qilishadi. Hamma u bilan muloqotni to'xtatadi. Faqatgina enagasi, Moriya degan enagasi u bilan yaxshi munosabat qilib, amallab mana shu o'tgan videoda ham gapirdik-ku, insonni bitta odam bo'lsa ham ishonadigan bo'lsa, yashash nisbatan osonroq bo'ladi. Va mana shu Moriya qizimizni yashab ketishligiga yordam berganda 15 yil davomida ota qiziga qizim demaganda, qizim demagan, boshini silamagan. Kitobda shu darajada hissiyotlarni o'ynatib yuboradi. Aytganimizdek, bir jahl chiqadi, bir asab buziladi, bir mehr jo'shib ketadi, bir rahim keladi insonni. Yig'laysiz, ko'z yosh to'kasiz, kulasiz, xursand bo'lasiz. Umuman La'natlangan qiz, Falaq nashrga rahmat bu kitobning tarjimasi uchun va mabodo hamma joyda sotiladi. Hamma kitob do'konlarida agar juda zarur bo'lsa, yetkazib berish xizmati ham bor. O'zlariga murojaat qilsanglar, menimcha dunyoni istalgan tomoniga yetkazib berishadi.